Toshkent shahrining bosh rejasi tasdiqlandi. Bu hujjat poytaxtimizning qaysi tomonga qarab rivojlanishini belgilab beradi. Bundan buyon har bir qurilish ham shu hujjat asosida bo'ladi. Yangi kvartiralarni gaz tarmog'iga ulash to'xtatilishi mumkin. Beshog'och bozorining o'rnida 9 qavatdan baland bino qurish Toshkent bosh rejasiga zid, deya xabar beradi Qurilish vazirligi. Bundan buyon ko'p qavatli uy qurish uchun yerlar auksionda faqat qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchi yuridik shaxslarga sotilishi belgilandi. Chorsuv mehmonxonasini buzish ishlari boshlandi. Buzish ishlari qachon yakuniga yetishi va uning o'rnida nimalar bo'lishini bilish istagida bo'lsangiz, bizni kuzatishda davom eting. Yigirma 24-dekabr kuni qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 880-sonli qarori bilan Toshkent shahrining 2045-yilgacha bo'lgan bosh rejasi tasdiqlandi. Endilikda har qanday qurilish ishlarini amalga oshirish bosh reja asosida belgilangan tartibda ushbu hududning massiya rejasi, batafsil rejalashtirish loyihasi tasdiqlangan holda amalga oshiriladi. Bosh rejani ishlab chiqarishdan asosiy maqsadlar quyidagilar: qurilishga ruxsat berish jarayonlarini tartibga solish, shahar muhandislik hamda yo'l transport tuzilmasini umumiy strategiyasini rejalashtirish, shaharning yashil sanitar himoyalanadigan hududlarini hamda madaniy meroslarini muhofaza qilish, iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilash, aholining bugungi va istiqboldagi talablarini qanoatlantirish. Bosh rejaga ko'ra, poytaxt Toshkentning ma'muriy chegaralari doirasidagi hozirgi umumiy maydoni 43873 gektarni tashkil etadi. Aholi soni 3 million bo'lib, 2045-yilgacha 704 million kishigacha yetishi mumkin. Ushbu bosh reja siz yashaydigan mahallada qanday o'zgarishlar bo'lishini ham ko'rsatib turadi. Agar bu hujjat bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, video tavsifidagi havolaga bosing va biz uni sizga yuborib qo'yamiz. Yangi quriladigan ko'p qavatli uylarda energiya manbasi sifatida faqat elektr energiyasidan foydalanishga o'tilishi mumkin. Bunda ikki konturli isitish qozonlaridan voz kechilib, issiqlik ta'minoti markazlashgan qilib quriladi. Ovqat pishirishga elektr plitalari ishlatiladi. 3-yanvar kuni Prezident selektorida ma'lum qilinishicha, 18 ming xonadonda gaz individual isitiladigan qilib qurilgani uchun foydalanishga qabul qilinmay turibdi. Mutasaddilarga ishchi guruh tuzib, har bir holatni o'rganib, masalaning yechimi bo'yicha hukumatga taklif kiritish topshirildi. Bu yil 135 ming xonadonli ko'p qavatli uylarni markazlashgan holda isitiladigan, ovqat pishirish esa elektr plitasi orqali bo'ladigan qilib qurilish zarurligi qayd etildi, deyiladi rasmiy xabarda. Shu tariqa 2025-yildan boshlab yangi qurilgan xonadonlarda tabiiy gaz bo'lmasligi mumkin. Kvadrat metr bu turar joy majmualari, biznes markazlari, mehmonxonalar va boshqa turdagi binolar haqidagi tahliliy va ko'rgazmali kontentlar tayyorlovchi ijtimoiy kanal hisoblanadi. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz yoki Telegram orqali kvadrat metr adminga aloqaga chiqishingiz mumkin. Beshog'och bozorining o'rnida 9 qavatdan baland bino qurish Toshkent bosh rejasiga zid, deydi Qurilish vazirligi. Endi Toshkent shahrida amalga oshiriladigan barcha qurilishlarga tasdiqlangan bosh rejaga muvofiq ruxsat beriladi. Poytaxt bosh rejasiga ko'ra, ushbu renovatsiya hududida 9 qavatgacha bino qurilishi belgilangan. Hozirgi mazkur hududda yirik biznes markazlarining qurilishiga oid ruxsatnoma yoki arxitektura rejalashtirish topshirig'i mavjud emas, deyiladi raddiyada. Bundan buyon ko'p qavatli uy qurish uchun yerlar auksionda faqat QQS to'lovchi yuridik shaxslarga sotilishi belgilandi. Oxirgi 3 yilda jismoniy shaxslar ko'p qavatli uy qurilishi uchun auksionda 47 gektar yer sotib olgan. Lekin aksariyatda qurilish boshlanmagan. Shu sababli qurilishga salohiyatli developerlarni jalb qilish maqsadida bundan buyon ko'p qavatli uy qurilishi uchun yerlar auksionda faqat QQS to'lovchi yuridik shaxslarga sotilishi belgilandi. Bugungi kunda sobiq Chorsuv mehmonxonasini buzish jarayonlari boshlangan. Ushbu mehmonxonani qayta ta'mirlash ko'zda tutilgan edi. Lekin talablarga javob bermasligini inobatga olgan holda qayta ta'mirlash ishlari to'xtatilgan. Hozir bu yerda tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ya'ni maxsus texnika binoga kirishi uchun joy tayyorlanmoqda. Tayyorgarlik ishlari yakunlanib, buzish ishlari boshlangandan so'ng taxminan 5-6 oy muddat talab qiladi, deydi Grand PR MCG menejeri Shuhrat Halolov. Texnik ekspertizaga ko'ra, binoning temir-beton konstruksiyalari yog'ingarchilik va atrof muhit ta'siri tufayli jiddiy deformatsiyaga uchragan va qisman buzilgan. Armatura sterjinlari 20% gacha o'z maydonini yo'qotgan va korroziyaga uchragan. 14-qavat va undan yuqori bo'lgan barcha ustunlar hisob-kitob talablariga javob bermaydi. Chorsuv mehmonxonasi buzilgandan so'ng uning o'rnida yangi mehmonxona, biznes markaz va turar joy majmualari qurilishi reja qilingan.
Turar joy majmualari, biznes markazlar, mehmonxonalar va umuman qurilishga oid eng muhim yangiliklarni kvadrat metr loyihasida kuzatib borishingiz mumkin. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha.